yaxshi yashashin deb harakat bo'lyapti. Sadir Xo'jayevga qarshilar hammasi bekardan pul topganlar, boylar qarshi chiqyapti. Lekin biz qarapayim, sizoq xalqi biz Sadir Xo'jayevni qo'llab-quvvatlaymiz. Bizga Xudo xolasa bir ikkinchi natijasi ko'rinadi. Rahmat. Bir duo qilib. Mana ilahamin. ilahamin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Parvardigar, o'zing shohidsan Parvardigarim. Mana shuncha ro'zadorlar amin deb duo qilib turibdi. Alloh taolaning rahmati yog'ib turgan kunlarda mana bu hurmatli prezidentimiz Sadir Xo'jayev va atrofdagi mana Qidirshayev mana biz shohidmiz, bu insonlarda adolatman ish qilib turibdi. Yurtim, elim, dinim, vatanim deb xizmat qilyapti. Hammamiz ko'rib turibmiz, muhtaram jamoat. Parvardigor, o'zing bularni salomat saqla. Adolatda, iymonda, taqvoda turishini Allohim o'zing nasib qil. Bizim Qirg'iziston eliga tinchlik, omonlik, farovonlik, Parvardigorim yurtimiz gulkirab o'sadigan bir butun yer yuzida Alloh taolo ibrat bo'ladigan bir mamlakat bo'lishini Alloh taolo o'zing nasib qil. Hurmatli prezidentimizga, atrofdagi chetdagilarga kuch-quvvat, iymon, e'tiqod, elimizga tinchlik ato qil. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Rabb. Rahmat.